Agar siz do'koningiz bo'lsa yoki do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, sizga bitta zo'r narsa topib qo'ydim. Xo'p, bu platformamiz do'koniga login orqali kirasiz va mahsulotlar, umumiy nasiya, kutilayotgan foyda va ombor qiymati, analitika va QR kod bo'ladi. Bo'limlarimiz omborxonada mahsulot qo'shish, mahsulot qo'shishda mahsulot nomi, shtrix kodi, shartmas, olgan narxingizni yozasiz, sotish narxi, sonini va muddatini yozasiz. Va qarz daftariga odam yozasiz, ismi, nomeri, narxi va qachon beraman degan yozish qilsangiz, bu yerda yozilib turadi. Qachonki bermasa, telefon qilib turib so'rab olasiz yoki to'landi qilsangiz, to'landini esib va AI yordamchida qachonki mahsulot qo'shib bu yerga yozsangiz, u sizga javob beradi va bu yerda hammasi AI analitikada ko'rinib turadi. Xo'p, agar bu platformani ishlatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, birinchi 3 kunlikka bepul va undan keyin agar yoqsa siz bu platformaga oylik obuna to'laysiz. Oylik obuna ittekin. Agar foydalanmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga plus qoldirsangiz, men sizga o'zim aloqaga chiqaman. Sog' bo'ling.